Assalamu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi ishimiz Ellikqal'a Bo'ston shahrindamiz. Bu xonadonimizga 3 xonasini 3 bort natijini tortib berganmiz. Kvadrati 170 ming so'mdan. Ishlagan ishimizni video davomida ko'rishingiz mumkin. Yine götürüldüğünüzde böyle bort natijini tartib berganmiz. Chetiyle gipsokardon emas, natijini patologdan chiqarib berganmiz. Bonusuna göre geldiğinizde lyustra qo'shib berganmiz. Bir xonasina 1 lyustradan, 3 xona 3 lyustra. Assalamu alaikum Ellikqal'a ahli. Ellikqal'a için MC Natıcı Patolog'da отдельная aksiya var. Ekrandaki telefonlara bağlansanız hemmesini batafsil tushuntiradilar. Eng zo'r aksiyalar lyustra ismi, pul ismi, ko'p narsalarni qo'yganmiz. Bemalol telefonlara aloqa chiqishingiz mumkin.